Iftorga atigi 15 minut qolganda shu video Instagramdan chiqib qolsa deyish, shunaqa ham shokoladni tort yegim kelib ketdi. Imanam darrov ulguraman deb tayyorlashga kirishib ketdim. 3 ta tuxum bilan shakar aralashtirib, ketidan sut, yog', kakao, un va sodani уксусda o'ldirib, uni ham qo'shib yorib, bitta aralashtirdim va mikrovolnovkaga shu tog'orachani o'zi bilan pishirishga yubordim. Ha, to'g'ri eshitdingiz, mikrovolnovkaga. Men 12 minutga qo'ydim. 12 minutda xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek ichlari bilan pishib chiqdi. Ichlari yanada sochni bo'lishi uchun yaxshilab cho'p yordamida teshib, ustidan ganashini quyib yubordim. Ganashini opisaniyada yozib qoldiraman. Kesib yeb ko'rdik. Iftorlikda juda ham mazali, zo'r bo'lar ekan, ichlari bilan pishib chiqdi. Iftorlik qilib olishga qilib olib, erinib o'tirmasdan sirazu turib idishlarimni ham yuvib oldim. Chunki menda Timsonda shunaqa ko'pirib yuvadigan gellari bor edi. Idishlarimni ham zo'r qilib chinnidek qilib yuvib berdi. Siz ham shahar do'konlari yoki bo'lmasam uzun marketdan Timson mahsulotlarini topsangiz bo'ladi.